Xullas, bitta sahobadan boshqa sahoba xotining qalay, ishlari yaxshimi deb so'raydi-da. Xotining qalay, xullas erkakdan erkak xotinini hol-ahvolini so'raydi. Xotining qalay, yaxshi yuribdimi deydi. Shunda ozgina qilichini chiqarib, agar birodarim bo'lmaganingda kallangni sapchada yozib tashlardim deydi. Ya'ni shunaqa darajada hamiyat, rashqi kuchli bo'lganda sahobalar ham Rasulullohga ergashib, Rasulullohdan dars olgan odamlar, Rasulullohga iymon keltirib, Rasululloh izdoshi bo'lgan odamlar haligacha tarixlarda eslaymiz sahobalar va u sahobalardan Alloh rozi bo'lgan. Endi Alloh nima uchun rozi bo'lgan? Xotinini mana shunaqa qizg'anib, hamiyatli bo'lgani uchun ham rozi bo'lganda. Bu voqeani nima esladim? Hozir bitta video chiqib qoldi. Bittasi aytayaptiki, bloger, podpischik ko'p. Nima deyapti desanglar, xotinim oshqovoqdan ovqat qilibdi deb oshqovog'ini ovqatini ko'rsatib, xotini bilan gaplashyapti. Boshqa videolarda xotinini olib chiqqanini aytmayapman, bunaqalar ko'p. Olib chiqqanini emas, prosta o'zini auditoriya ommaga g'oya yo'q, kalla bo'sh, uje nima qilib video qo'yishni bilmasdan xotinim bugun oshqovoq qilibdi, xotinim bunaqa qilibdi deb ommaga xotinini olib chiqib gapirib chiqyapti. Endi dayussanlar deb tamg'a qo'ya olmayman, chunki dayus Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dayus 70 jannatni hidi nechidir ming yildan o'pirib turadi. Dayus o'sha hidni hidlamaydi deganlar. U dayus sifat bo'lib ketyapti hozirgi blogerlar. Lekin sahobalarni otlari esimda qolmaganda, kitob o'qiganimda bitta kamchiligim bor. Ismlar, yillar esimda qolmaydi, lekin voqea, fokus ya'ni esimda qoladi. Nima bo'lgan voqea ya'ni esimda qoladi. Shu yaxshi xislat, lekin aynan otlari bo'lgan voqeani yillari va shu narsalar yaxshi esimda qolmaydi.